2 yil bundan keyin Rossiyaga ketgan. Kim ko'rgan bo'lsa shu videoni, prosta o'tib ketib qolmasin, bitta yordam qilib o'tib ketsin. Odamni boshiga qachon sinov kelishini hech kim bilmaydi-da. Bu Xurshid akam, o'zimizning mahalladan birga katta bo'lganmiz deyarli. 2 yil oldin o'sha jigar sirroz boshlangan, tirikchilik bilan Rossiyada yurganlar, oilamda o'zlariga e'tibor bermaganlar o'tkazib yuborganlar. O'sha hozir oxirgi stepga kelib turibdi, oxirgi qadamlarga kelib turibdi. Srochna Hindistonga jo'natish kerak. Pul yig'ilgan amallab, tanishlardan, oshna og'ayni, qarindoshlardan. Shunda ham baribir kamlik qilib turibdi. Lekin vaqt juda ham kam qolgan. Aka sizda ham, menda ham bor. Ortiqcha 50 ming, 100 ming. Yana bilaman, kimdirlar ehsonni qayerga chiqarishni bilmay yuribdi. Ehson chiqarmoqchi bo'lib. O'sha joyi hozir. Eminman. Akamning ikkita yosh bolasi bor. Hali ularning kelajagini ko'rishlari kerak. Qo'ldan kelgancha ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. 5 mingmi, 10 mingmi. Ja qo'ldan kelmasa shu videoni tarqatish orqali ham ehson qilsanglar bo'ladi. Imkoniyati bor odamlarga jo'natib, like bosib, tanishlarga jo'natib, bu ham bir ehson. Kim ko'rgan bo'lsa shu videoni, prosta o'tib ketib qolmasin, bitta yordam qilib o'tib ketsin. Hammanglardan kutaman. Rahmat katta.